2026 Geely Monjaro o'zining yangilangan avlod dizayni, mukammal texnologik yechimlari va zamonaviy haydash tajribasi bilan nafaqat Xitoy bozorida, balki butun Markaziy Osiyo hududida ham katta qiziqishga sabab bo'lmoqda. O'zbekiston bozorida Monjaro allaqachon o'zining ishonchli, qulay va qudratli crossover sifatida obro' qozongan edi. Yangi 2026 versiya esa avvalgi avloddagi barcha kuchli jihatlarni yanada takomillashtirib, o'z sinfida premium segmentga yaqin darajadagi imkoniyatlarni taqdim qilmoqda. Ayniqsa, yangi tashqi ko'rinish, kuchaytirilgan dvigatel, yanada yumshoq yurish, xavfsizlik tizimlarining kengaygan paketi va multimedia imkoniyatlari Monjaroni raqobatchilardan bir necha pogona yuqoriga ko'taradi. Bu avtomobil shahar ichida ham, uzoq masofadagi safarlarda ham o'zini yuqori darajada namoyon qiladigan ishonchli hamrohga aylanadi. Avvalo, yangi Monjaro dizaynidagi o'zgarishlar bilan e'tiborni tortadi. 2026 yilgi modelni ko'rganingizda darhol uning yanada agressiv, zamonaviy va aerodinamik ko'rinishga ega bo'lganini payqaysiz. Old qismining radiator panjarasi yangi avlod Geely dizayn falsafasiga mos ravishda kengaytirilgan, chiziqlar yanada aniqlashtirilgan, panjara ichki qismi esa yirik hujayrali shaklga ega bo'lib, avtomobilga sportona ruh bag'ishlaydi. LED faralari ham to'liq qayta ishlangan. Yupqa chiziqli shakl, yuqori aniqlikdagi projektorlar, avtomatik masofani moslashtiruvchi funksiyalar va yo'l yoritilishining aqlli boshqaruvi haydovchiga maksimal qulaylik yaratadi. Yangi faralar nafaqat ko'zni quvontiradi, balki xavfsizlik darajasini ham keskin oshiradi. Yon tomon ko'rinishida Monjaro yana ham premium darajada chiqadi. Chiziqlar yanada silliqlashtirilgan, eshiklar atrofidagi xrom elementlar nafislikni oshiradi. Yon oynalar esa shamol shovqinini kamaytirishga yordam beradigan aerodinamik shaklga ega. Diska variantlari 19 va 20 dyuymli o'lchamlarda taqdim etiladi. Yangi sport dizaynli gildiraklar crossoverga kuchli, ishonchli va ta'sirchi. 2026 yilgi Geely Monjaro dvigatel bo'yicha ham sezilarli darajada takomillashtirilgan. Asosiy dvigatel 2,6 litrli turbo quvvatli benzin agregati. Uning quvvati 238 ot kuchiga yetkazilgan, moment esa 350 Nmgacha oshirilgan. Dvigatelni yangi avlod 8 pogonali avtomatik transmissiya boshqaradi. Bu kombinatsiya tezlanishni sezilarli darajada silliqlashtiradi, yo'lga yopishishni kuchaytiradi, yonilg'i sarfini esa minimal darajada ushlab turadi. Shahar ichida sarf 8,5 litr atrofida, trassa rejimida esa 6,5-7,6 litr sarflashi kutilmoqda. Gibrid versiya ham mavjud. 1,5 turbo elektromotor kombinatsiyasi bilan ishlovchi PHEV modeli 350 ot kuchidan oshiq jami quvvatga ega bo'lib, elektr rejimida 100 kimgacha masofa bosib o'tish imkoniyatini beradi. Bu versiya ekologik toza, tejamkor va quvvatli bo'lishi bilan ajralib turadi. Tort tizimi ham takomillashtirilgan. Aqlli elektron boshqaruv tizimi yo'l sharoitiga qarab kuch taqsimotini avtomatik ravishda sozlaydi. Qor, qum, yomg'ir, balandlik va sport rejimlari mavjud bo'lib, har birida avtomobil maksimal barqarorlikni ta'minlaydi. Xavfsizlik bo'yicha 2026 Monjaro eng yangi ADAS 3.6 tizimi bilan jihozlangan. Unda quyidagi funksiyalar mavjud. Aqlli avtopilot, avtomatik tormozlash, yo'ldan chiqishni ogohlantirish, kor joylarni nazorat qilish, old va orqa to'qnashuvdan saqlash, 360 kamera tizimi, 3 panoramali ko'rinish, yo'l belgilari aniqlash. Yangi parkovka tizimi avtomobilni o'zi to'xtatadi. Tor joylarda esa haydovchisiz oldinga chiqish funksiyasi ham mavjud. Geely Monjaro har doimgidek qulay, yumshoq va shovqinsiz yurishi bilan mashhur. 2026 yilgi modelda ovoz izolyatsiyasi yanada yaxshilangan, shassi qattiqligi oshirilgan, amortizatorlarning moslashuvchanligi esa silliq haydashni kafolatlaydi. Shahar bo'ylab past tezlikda ham, katta yo'lda yuqori tezlikda ham avtomobil juda barqaror, tinch va ishonchli harakat qiladi. Monjaroni O'zbekiston bozorida mashhur qiladigan omillardan biri uning arzon emas, ammo